Farovonlik, qashshoqlik va uning institutsional tarixiy ildizlari nimalardan iborat? Demak, bugun o'tgan darsimizning mantiqiy ma'nosi bo'lgan farovonlik va qashshoqlik mavzusini davom ettiramiz. Demak, o'tgan ma'ruzada biz tanazzul va taraqqiyotning fundamental ildizlari haqida gaplashgan edik va uning mantiqiy davomi sifatida buning tarixiy ildizlari, iqtisodiy, institutsional ildizlarini nimalardan iboratligi haqida suhbatlashishga harakat qilamiz. Demak, tarixga murojaat qilmasak, iqtisodiy ildizlarni topishga qiynalamiz. Zero har bitta narsaning inikosi uning tarixiy jarayonlariga bog'liqligini izohlab beradi. Nima uchun ayrim mamlakatlar boy, ayrimlari tanazzulga uchraydi? Asarining mualliflari, tadqiqotchilari, bu yilgi Nobel mukofotini laureatlari o'sha Darum Ajim o'g'li va James Robinsonning talqini albatta amerikancha talqin edi. Bugun mana shu kitobning feedbacklari va asl fikrlar nimadan iboratligi haqida so'z yuritib ko'ramiz. Zero darsimiz uyg'un iqtisodiyot. Biz Amerika tadqiqotlarini, uning tarixiy ildizlarini tan olamiz va tadqiqotlarni o'rganishga harakat qilamiz. Lekin har qanday tadqiqotlar bizning mentalitetimizga yoki bizning iqtisodiy rivojlanishimizga, fikrlashimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Uyg'unlik nuqtai nazaridan keragini olamiz va detallar asosida o'z fikr qarashlarimizni rivojlantirishga harakat qilamiz. Demak, Yevropaning uyg'onish davriga o'tishi asosiy rivojlanishni 19-20 asrdagi rivojlanishga ko'chirib qo'ydi. Ya'ni aytganimizdek, o'sha Amerika va Meksikaning Nogales shtatidagi demak farqlar yoki Janubiy va Shimoliy Koreyaning 38-parallelidagi o'zgarishlar, ya'ni shimolning tanazzulga yuz tutishi yoki janubning rivojlanib ketishi, G'arbiy va Sharqiy Germaniya muammolari, shuningdek Sharqiy va G'arbiy Afrika mamlakatlaridagi muammolar va farqlar bu 19 va 20 asrning hodisalari edi. Lekin uning tarixiy ildizlari nimadan iborat edi? Vaholanki Shimoliy Amerika va Meksikani Nogolesini solishtirdik. Lekin 500 yil avval Meksikada yashagan Azteklar Shimoliy Amerika aholisidan ancha yaxshi turmush kechirardi. Yoki Peru 500 yil oldingi Peru qanday edi? Peruda Inklar qabilasi yashar edi va ular hatto Yevropa mamlakatlarining ba'zilaridan ancha yaxshiroq hayot kechirishardi va texnologik jihatdan ularning ustunliklari farqli ravishda sezilib turar edi. Biz aytib yuqoridagi ma'ruzamizda, o'tgan ma'ruzamizda aytib o'tgan 38-parallel, G'arbiy va Sharqiy Germaniya yoki Meksika va AQShning Nogoleslari bu so'nggi 200 yillik voqelikning natijasi edi. Vaholanki u tarixan o'zgardimi? Ya'ni tarixiy sabablar orqali mamlakatlar tanazzulga yuz tutib yoki rivojlanib ketdimi? Yoki taqdir taqozosi shunday edimi? Tarixning o'yinlari shunday edimi? Mana shuni ikki olim tadqiqot qilishga harakat qilgan va tadqiqotlar natijasida juda ko'p feedbacklarni olishga erishganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Peru, Janubiy Amerika mamlakatlaridan ko'ra Shimoliy Amerika mamlakatlari farqlarini o'rganishga harakat qilgan bu ikki olim. Ya'ni Janubiy Amerika mamlakatlari bu ispan istilosi edi va ispanlar juda katta hajmdagi ekspluatatsiyani amalga oshirishdi va Janubiy Amerikaga borganda nimalarni ko'rishdi? Juda ko'p zich joylashgan odamlar, quruq iqlim va ekspluatatsiya sharoitiga moslashtirish ehtiyojlarini tug'diradigan vaziyat edi va ispanlar maksimal bu vaziyatdan foydalanishga harakat qilishdi. Shimoliy Amerika hududlarining, xususan o'sha boshlangan Virjiniyaning holati boshqacha edi. Ya'ni inglizlar istilo uchun borganda nisbatan zichlashmagan, yoyiq joylashgan insonlar edi va ko'chib borgan inglizlarning qulayligi jihatdan ancha yaxshi turmush darajasini kechirish imkoniyatlari ko'rinib turardi va inglizlar joylashishni boshladi va juda kichik farqlar bilan inglizlarning istilosi sezilib turardi. Ya'ni inglizlar istilosida total boshqaruvni, nazoratni qo'lga olish va bor resurslardan foydalanib insonlarni ekspluatatsiya qilish
jarayoni emas, balki inklyuziv institutlarni yaratishga bo'lgan intilish. Ya'ni kurashda biroz farqlar bor edi. Ya'ni ularning Shimoliy Amerikaning aholisiga aylangan, ya'ni inglizlar qulay sharoitlarga ko'chib borib, Amerika huquqlarini himoya qilishgacha boradigan jarayon edi va u yerda kurash biroz boshqacharoq edi. Janubiy Amerikada ispanlar total nazoratni o'rnatgan edi, Shimoliy Amerikada ingliz istilosi total emas edi. Ya'ni u yerda ba'zi bir kurashlar mavjud edi. Ingliz fermerlari amerikalik deb o'zini hisoblab, xususiy daxlsizligini saqlashga harakat qilar edi va shtatlardagi ma'lum bir hamdo'stlik kelishuvlari bor edi. Aslida bu ikki kolonistik siyosatni umumiy tarixiy jihatdan katta farqi yo'q edi. Biroz nozik va juda kichik farqlar bor edi. Ya'ni nazoratda ispanlar to'liqroq total nazoratni qo'lga olishgan edi. Inglizlar esa biroz kurashlarga, fikrlarga yoki uyushmalar tashkil qilinishiga asoslangan biroz farqliroq istilo edi. Mana shu ikki nozik farqlar butun tarixni o'zgartirib yubordi. Ya'ni nima uchun 500 yil oldin Peru mamlakatida, demak Shimoliy Amerikada ro'y bergan holat ro'y bermadi yoki tarixiy vaziyatdan almashib qolish ehtimoli bor edi-ku. Ya'ni Peruda Shimoliy Amerikadagi istilo vaziyati yoki Shimoliy Amerikada ispanlarning total nazoratiga o'xshagan bir vaziyat paydo bo'lishi hech gap emas edi. Demak, bu yerda tarixni ayblash yoki tarix ildizlaridan yoki taqdirdan qandaydir narsalarni qidirish, obyektiv sabablarni qidirmaslik albatta tadqiqot usullariga to'g'ri kelmas edi. Va bu ikki olim aytadiki, juda mana shu nozik farqlar hamma narsani hal qilib berdi deydi. Ya'ni har doim kurashuvchanlik mamlakatlar taqdirini o'zgartiradi. Ya'ni ikkita istilo bo'lishi mumkin, ikkita avtokratik davlat bo'lishi mumkin, lekin birinchisida mutlaq avtokratik, ya'ni hatto ekstraktiv institutlarga ham yo'l berilmaydi. Ikkinchisida biroz kurash bo'ladi. Ya'ni qaysidir ma'noda institutlar ajralib chiqishga harakat qiladi yoki o'z fikrini bayon qilishga harakat qilib o'tadi. Va bu ma'noda kichik farqlar kelajakdagi 50 yoki 100 yildan keyingi o'zgarishlarga sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni o'sha 15-asr, 16-asrda hatto Angliya, Fransiya, Ispaniya istilosidagi o'sha nozik farqlar edi. Angliya Shimoliy Amerikada demak xususiy mulkchilik va boshqa kelishuvlar asosida mamlakatni nazorat qilishga harakat qilardi. Fransuzlar Afrikadagi kuchli kolonistik siyosat va ispanlarning Janubiy Amerikadagi kolonistik siyosatidan bir oz farqlari keyinchalik Shimoliy Amerikani farovonlikka, Janubiy Amerikaning aksariyat mamlakatlarini qashshoqlikka, ya'ni tanazzulga olib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin bo'lar edi. Shuningdek, bu yerda farovonlik va qashshoqlik o'rtasini kelib chiqishidagi ideologik farqlarni ham ko'rish mumkin edi. Va 15-asr, 16-asrdagi katta o'zgarishlar 19-20-asrdagi katta inqiloblarga sabab bo'ldi. Va nima uchun biz Britaniya deymiz? Britaniya deyishimizga asosiy sabablardan biri ham shunda ediki, u Amerikaga nisbatan kolonistik siyosatida mustaqil institutlarni ajralib chiqishga bo'lgan harakatini istisno qilmas edi. Va shtatlarni eslang, har bir shtat o'zicha davlat edi, o'zicha boshqaruvga ega bo'lishni boshladi va shtatlar yagona kelishuvga, yagona deklaratsiyaga erishishga harakat qilishdi. Bu ham Britaniyaning mustaqil institutlarini tashkil topish uchun kichik, hatto 5-10% fair play qilib turishi asosida keyinchalik tarixiy jarayon rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'lardi va keyinchalik bu mamlakat taraqqiyotga yuz tutganligi yoki 500 yil oldin yashagan Azteklar mamlakati bo'lgan Meksika yoki Inklar mamlakati bo'lgan Peruda inqiloblar hech qanday foyda bermaganligi va qashshoqlik davrlari farovonlikdan ko'ra ko'proq ro'y berganligini ko'rishimiz mumkin bo'lardi. Lekin bu ikki olimga kichik bo'lsa-da bir arzim bor, ya'ni o'z fikrimni qo'shishga qaror qildim. Ya'ni bu ikki olim imperialistik
mamlakatlarni tahlil qilganda negadir Atlantika okeanidagi savdo-sotiq bilan bog'langan. Vaholanki boshqa dunyo okeanlarida ham yoki dengizlarida ham bu paytda juda katta inqiloblar ro'y bergan edi. Albatta bu ikki olim Xitoyni istisno etmadi. Ya'ni o'sha Ming sulolasining 15-16-asrlarda Yevropadan ko'ra rivojlanganligi va keyinchalik o'z muammolariga o'ralashib qolganligini istisno etmasa-da, negadir Usmoniy imperiyasi, ya'ni 14-15-asrda yashab o'tilgan Sharqdagi imperiyalar haqida lom-lum deyilmagani e'tiborga molik hodisalardan biri hisoblanadi. Albatta, har bir kitob o'z mamlakatini propagandasini taqdim qilganidek, bu ikki olimni shu ma'noda tushunish mumkin bo'lar. Ya'ni fikrimizcha mamlakatlardagi o'zgarishlar, farqlar kolonistik yoki kollektiv rivojlanishga asoslanganligini, xususan Usmoniy imperiyasi davrida albatta hamma narsa fiqhga qo'yilgan edi, islomiy odoblar va iqtisodiy hodisalar shunga qarab boshqarilardi, lekin tarixning kollektiv boshqarishga bo'lgan harakati juda sust edi. O'sha Amir Temur davlatini yoki Usmoniy imperiyasini aytamiz va o'sha ko'pchilik tilga oladigan Anqara jangi tarixdagi, bu ham Yevropani istilo qilinishidan saqlab qolgan bir voqelik sifatida, tarixni o'zgartirgan voqelik sifatida aytishadi va bu iqtisodiy jihatdan katta tarixiy jarayon emas. Ya'ni eng asosiy jarayon davlat boshqaruvida edi. Mutlaq avtokratik jarayon, ya'ni tarixdagi hukmdorlik jarayonlari aholiga kam fair play qilish, kollektiv boshqaruvdan yiroq bo'lish mamlakatlarni keyinchalik tanazzulga duch kelganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Usmoniy imperiyasi yoki Amir Temur mamlakati yoki boshqa Sharq mamlakatlarida, imperiyalarida aholiga yaxshi fair play qilingan, ba'zi davrlar bo'lgan, iqtisodiy jihatdan yaxshilangan, lekin boshqaruv kollektiv bilan bo'lmagan. Ya'ni qandaydir institutlar shakli o'sha paytga kelib susaygan. Albatta bu davrni ham o'sha undan oldingi 1000 yil oldingi o'sha Ma'mun akademiyasini va boshqa holatlarni eslashimizga qaramay, ushbu holatlar davlat, olimlar va jamiyat o'rtasidagi munosabat Sharqda 14-15-asrda bir oz izdan chiqqanligi va bu Yevropaga o'tib ketganligi bilan bog'liq jarayon sifatida baholanadi va albatta bu olimlarni ham shu jihatdan tushunish mumkin bo'ladi. Mana shu joyda yana tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kollektiv boshqaruv ham ba'zida katta ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Qachonki kollektiv boshqaruvni tepasida mutlaq qandaydir hukmronlik, monopol hukmronlik turgan bo'lsa deydi. Mana shu misolda Birinchi jahon urushi yakunlanishi arafasidagi mamlakatlarni Parij yaqinidagi Versaldagi kelishuvini misol sifatida keltirish mumkin deb o'ylardim. Ya'ni Parijda, Versalda bular uchrashdi. Versal shartnomasi haqida ko'pimizning xabarimiz bor. Bu tarixiy dunyoni bo'lib olish, ya'ni dunyoda tinchlik o'rnatish uchun mamlakatlar yig'iladi. Aslida dunyoni bo'lib olish uchun mamlakatlar yig'iladi va 1917-yilda bo'lib o'tgan Versal kengashida sobiq Sovet ittifoqidan, deylik Rossiyadan hech kim qatnashmadi. Rossiya o'sha qizillar, demak bolsheviklar va oqlar, ya'ni oq podsho o'rtasidagi, tarafdorlari o'rtasidagi fuqarolik urushi o'chog'ida yotgan edi va ular kelishuv asosida Rossiyaning manfaatlari keyinchalik qanday bo'ladi, o'zi Rossiya nimani xohlayapti qabilida, demak Rossiyaga elchilarni, diplomatlarni, o'sha paytdagi eng yosh umidli diplomatlardan biri William Bullitt va o'sha paytning Yevropadagi eng mashhur jurnalistlardan biri Lincoln Stephens ismli jurnalistni yuborishadi. Bu juda mashhur jurnalist edi. Ya'ni qo'shtirnoq ichida axlat titkilash yoki mamlakatlardagi davlatni ma'lum bir qirralarini, salbiy odatlarini ochib tashlaydigan jurnalist sifatida juda taniqli edi. Va u Rossiyaga keladi va bolsheviklar bilan uchrashib muzokaralarga kirishadi va juda katta taassurotlar bilan qaytadi. Va u bolsheviklar davlatini evolyutsion rivojlanishga asoslangan revolyutsion hukumat ekan deydi. Juda qiziq edi. Ya'ni ularning rejasi evolyutsion ekan va u evolyutsion rivojlanishga asoslangan, lekin revolyutsion hukumat ekan degan bahoni beradi va uning keyingi iqtibosi juda mashhur bo'lib ketadi. Ya'ni u men kelajakni ko'rdim va u amalga oshyapti degan iqtibosni Sovetlar davlatiga qaratib bildiradi. Ya'ni bilamiz 1921-yilda Sovet ittifoqida
demak Gosplan, ya'ni kollektiv boshqarishga asoslangan Gosplan paydo bo'ldi. Ya'ni bu taraqqiyotga bir poydevor qo'yishga harakat qilishdi. Mana shu nuqtani ikki olim izohlab beradi. Ya'ni bir mamlakat, bir hukumat davlat tepasiga keldi va u barcha narsani rejalashtirib, taraqqiyot rejasini tuzib ko'rdi va bu real rejaga aylandi deydi. Va 24-yil Lenin vafotidan keyin 27-28-yilda Stalin hokimiyati o'rnatiladi va u mutlaq hokimiyatga ega bo'ladi. Qishloq xo'jaligiga juda katta bosim va soliqlar tashlash orqali sanoatlashtirish siyosatini amalga oshirishga harakat qiladi. Va men kelajakni ko'rdim va u amalga oshyapti degan sistema, ya'ni men o'sha davlat boshqaruvini ko'rdim va sekin bu boshqaruv mukammallashib, ideallashib boradi. Bularda ideologiya bor degan iddaolar amalga oshiriladi. Bilamizki, 50-60-yillarning falsafasida barcha iqtisodchilar talqinida aytganidek kommunizmni kuta boshlagan edi. Va bu jurnalistning iqtiboslarida ham shuning nafasi sezilib turardi. Ya'ni men kelajakni ko'rdim va u amalga oshyapti va rejalashtirish asosida Sovet ittifoqi rivojlana boshladi va aytganimizdek 70-yillarga kelib dunyoni qarzsiz va sanoati eng rivojlangan mamlakatlardan biriga aylandi. Va eng muhimi bu o'sha 28-yildan boshlab Gosplan asosida reja amalga oshirilgan dasturul amal ish edi va Sovet ittifoqi bu siyosatni dunyoga propaganda qilishni boshladi. Mana shu payt 70-80-yillarda ideal rivojlanish formulasi topildimi? Demak, bular qandaydir iqtisodiy tarafdorlarni qo'lga kiritdi, iqtisodiy detallarni amalga oshirdi, ya'ni o'zi kelajagini rejalashtira oldi degan iddaolar kelib chiqdi va bu yerda ham tarixiy ildizlar to'g'ri kelmasligi bilinib qoldi. 70-80-yillardan keyin sobiq ittifoq iqtisodiyoti orqaga ketishni boshladi. Chunki oddiy falsafa bor edi, ya'ni o'sha qishloq xo'jaligiga juda katta tashlangan bosim, umuman raqobat tushunchasining yo'qligi, bozor iqtisodiyoti unsurlarining, detallarining yo'qligi baribir dunyo bo'ylab o'z ta'sirini o'tkazishni boshladi va biz o'sha kutgan kelajakni ko'ra olmaganligimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 500 yil oldin ham Shimoliy Amerikaning dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biriga aylanuvchi Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakatini paydo bo'lishi yoki Peruning inqirozga yuz tutishi, Xitoyning keyinchalik inqirozga yuz tutib yana o'zini tiklab olishi, xususan 1960-70-yillarda Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlarining quvib o'tish ehtimoli tugul, umuman Xitoy iqtisodiyotining 10likka kirishini hech kim taxmin qilmagan edi. Va 90-yillarda oradan ko'p o'tmay Xitoy bu mo'jizani yarata oldi. Demak, umuman taxmin qilib bo'lmaydi. 500 yil oldin ham tarixiy ildizlar orqali bu narsani talqin qilib bo'lmagan va bilamizki, na jamiyatdagi xususiyatlar, na tarixiy omillar va biz aytib o'tadigan tarixiy ko'rsatkichlar Peruni tanazzulga yuz tuttirmagan yoki AQShga taraqqiyot bermagan. Shunchaki odamlarning iqtisodiyotga bo'lgan rakursi va u rakurslarning qanchalik tezlashishi yoki sekinlashishi bilan tarix o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Angliya va Ispaniya misolida. Ispaniya ham koloniya qildi, Britaniya ham koloniya qildi. Faqatgina Ispaniya koloniyada mutlaq total boshqaruvga asoslandi. Angliya koloniya qilishda biroz kurashlarga duch keldi. Ya'ni bu yerda ba'zi bir mustaqil xususiy fermerlarning, uyushmalarning yoki hamdo'stlik qandaydir institutlarning paydo bo'lishiga biroz zamin yaratishga, ya'ni o'sha tizimga nisbatan fair play qilishga majbur bo'lganligi keyinchalik tarixiy hodisalarni o'zgartirib yuborganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mamlakatlarning farovonligi yoki qashshoqlik indekslari, mamlakatdagi kambag'allikka bo'lgan harakatning o'zgarishi, ya'ni kambag'allikni qisqartirishga bo'lgan harakat, rivojlanishning faqatgina rivojlanish emas, balki uning barqarorligi bilan, unga bo'lgan rakurslar bilan o'zgarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkita yo'lni aytib o'tadi bu ikki olim. Demak, bu birinchisi ekstraktivlik deydi. Ekstraktivlikni inkluzivlikdan farqlab olishimiz va oltin o'rtaligini topishimiz kerak deydi. Ya'ni ekstraktivlik ham institut, inklyuziya ham institut. Faqat ekstraktiv institutlarni ma'lum bir guruh boshqarib turadi va u guruh
qanchalik mamlakatni rivojlantirishga harakat qilmasin, qanchalik ideologiyasi toza bo'lmasin, u barqarorlikka yuz tuta olmaydi. Ma'lum bir qismlardan keyin guruhdagi o'zgarishlar mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qiladi deydi. Agar inklyuziya o'zini inklyuziv iqtisodiyot yoki inklyuziv iqtisodiyotni targ'ib qiluvchi institutlar deydi, mutlaq mustaqil bo'lsa deydi, keyingi hokimiyatning yoki keyingi voqealarning o'zgarishi ham rivojlanishni barqaror ushlab turishga sabablar topa oladi deydi. Va tanazzul, taraqqiyot, farovonlik yoki qashshoqlikning sabablari hech narsa, ya'ni bu institutsional jihatdan mana shu inklyuziv va ekstraktivlikka bog'liq deydi. Ideologik jihatdan deydi, na tarixiy, na iqtisodiy jarayonlarga bog'liq emas deydi. Balki deydi, o'sha voqealarga iqtisodiy rakurslarning qanchalik tortilganligi yoki tortilmaganligi. Ya'ni boshqaruvning qanchalik ijobiy xususiyatlarga elastikligi yoki elastik emasligi bilan bog'liq degan fikrlarni aytib o'tadi. Va albatta bu yerdagi o'sha Amerika propagandasining sezilganligi bu inklyuziv institutlar bilan bog'liq bo'ladi. Milliy iqtisodiyotimizni talqin qilganda, uyg'un iqtisodiyotni o'rganayotganimizda buni albatta detallar uchun o'rganishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va qo'shimcha fikr sifatida tarixiy an'analarning o'zgarishi ilmga bo'lgan rakursning va sharq mamlakatlarining o'zidan kelib chiqqan detallari bilan uyg'unlashtirilishi maqsadga muvofiqroq hisoblanadi. Biz ba'zan o'sha Yevropa, asosan Shimoliy Yevropa ta'limidan andozalar olishga harakat qildik. Vaholanki Shimoliy Yevropa mamlakatlari va O'zbekiston yoki Markaziy Osiyolik xalqlari o'rtasida juda katta farq bor va ularning rivojlanishi va etnik tarixi ham kattaligini va kamroq detal olishimiz mumkinligini izohlab beradi. Sharq mamlakatlari bilan ko'proq uyg'unlashishimizni izohlab beradi. Mana shu jihatlarda Shimoliy va Janubiy Amerikadagi inqilobiy farqlardan ko'ra o'sha islom mamlakatlaridagi inqilobiy farqlar yoki bizga yaqin bo'lgan Xitoy, Yaponiya mamlakatlarini o'rganishdagi tarixiy bog'liqliklarni ham o'lchab ko'ra olsak va rakurslarni o'zgartirsak, maqsadga muvofiq xususiyatlarni keltirib chiqaradi degan umidlarni bildirib qolishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.